Baydi salon filtrini almashtiramiz. Mana shu yerda bardachok ichida bo'lar ekan. Bardachok ichida shunaqa narsa bor. Ozgina burimizda chiqarib olsa, shunda bardachok tushadi. Keyin mana bu yerda ikkita samarez bo'lar ekan, mana bu yerda, mana bu yerda. Buni atvertka bilan ochamiz. Mana bu yerda salon filtr bo'lar ekan, zasholkani ochamiz. Krishkani yechamiz. Salon filtr o'zi shunda ko'rinib turibdi. Kir bo'lib turibdi. Chiqarib ko'ramiz. Da, rostdan ham ancha kir bo'lib ketibdi. Ichiga narsalar to'lib ketibdi. Yangi filtr zakaz qiluvdim, olamiz. Ancha shu qog'ozli tarafi tepaga qo'yilsa kerak. Tegi ko'mirli taraf pastda bo'lsa kerak. O'ynab turibdi, menimcha kritichniy bo'lmasa kerak. Doim bironta problem bo'lmasa bo'lmaydi. Men buni qotirayotgan paytim tega tushib ketdi, endi tagini yechishga majbur bo'ldim. Ko'mirli filtr ekan, menga ko'rinishidan yoqdi. Hali ishlatib ko'rganim yo'q. Birinchi marta alishtirishim, birinchi marta ishlatishim. Mahsulotda reklamasi emas. Kimga mabodo kerak bo'lsa, pastda ssilka qoldiraman, uzun marketdan oldim.